man ko'rdimki, otam mani otamni xarakteristikalarini, masalan, pul bilan bog'liq munosabatda otamni xarakteristikalarini ko'rish boshladim. Ya'ni man ongsiz ravishda otamni xarakteristikalarini namoyon qilayotganini ko'rdim. Ya'ni otamni hal qila olmagan o'sha vaziyatdagi vaziyatlarini man ongsiz ravishda o'sha vaziyatda noto'g'ri his qilganim uchun, noto'g'ri xulosa qilganim uchun va hozirgi kunda otamni, masalan, pul bilan bog'liq munosabatlarini man o'zim orqali bu narsani namoyon qilayotganimni ko'rdim. Va onamda bo'lsa, onamdagi asl qurbonlik holatlarini man asosiy kачество sifatida, ya'ni kimdadir men aytib o'tgan, kimdadir qurbonlik, kimdadir tiranlik bo'ladi. Ya'ni bizda har birimizda har kim uch burchagi bizda juda aktivniy bo'ladi. Mani asosiy bu yer sayyorasiga kelgan asosiy mani juda kuchli savolim, bu asosiy savolida mana masalan qurbonlik mani avlodimizda ayollarda kuchli edi va bu holat menda ham bor edi. Ya'ni явный aks ettirilgan qurbonlik obrazi edi va bu qurbonlik bizada gen darajasida hal bo'lish uchun vaqt talab etilindi va asosiy qanchadir ma'noda hal qilingan o'lchamini men o'zimda shu onamdagi qurbonlikni o'zimda qabul qilganimdan so'ng va bu narsada men o'zimni kuchimga qaytdim.